Amerikada bugun shanba, dam olish kuni. Lekin gap bu haqida emas. Men hozir davlat raqam belgilari haqida gapirmoqchi edim. Amerikada u faqat orqa tomonga taqish mumkin. Oldinga taqilmaydi. Ana ko'p avtomobillarda уже yo'q, faqat orqaga taqiladi, oldinga taqish ixtiyoriy. Davlat raqam belgilari shakli sal O'zbekistonnikidan farq qiladi. Bu yerda shtat, misol uchun Agayo shtatiga, bu okrug, Hamilton okrugiga qarashli. Bu stiker, ya'ni stiker mana shu davlat raqam belgisi 2027-yil fevral oyigacha ro'yxatdan o'tkazilgan. Stiker pullik, 1 yilda bir marta to'lov qilinadi. Buning to'lovi gibrid yoki elektromobillarda qimmatroq, benzin avtomobillarda arzonroq bo'ladi. Bu Hamilton okrugi tomonidan berilgan raqam, bu bepul. Buni o'rniga, ya'ni 4 xonadan 7 xonagacha bo'lgan kombinatsiyalari, ya'ni ismingiz yoki qanaqadir 7 farqi yo'q. Nimani yozib olsangiz bo'laveradi. Narxi juda qimmat emas. $50 dan $100 bo'ladi. Bu suratni ham o'zgartirish mumkin. Xohlagan suratingizni yoki o'sha shablon saytda o'zining shablonida har xil suratlar bor. Suratdan foydalansa bo'ladi yoki o'zingizga ixtiyoriy qaysidir surat qo'ysangiz bo'ladi. Aytganimdek $50 dan $100 raqam buyurtma qilish pochta orqali uyingizga keladi va davlat raqam belgisini almashtirib olishingiz mumkin. Onlayn tarzda ro'yxatdan o'tkazsa ham bo'ladi. Ro'yxatdan o'tkazish demak, benzinli avtomobil transport vositalari uchun $50-70 atrofida bo'ladigan bo'lsa 1 yilga, gibrid yoki elektromobillarga undan qimmatroq, $100-150 atrofida elektromobillar, to'liq elektromobillar undan qimmat bo'ladi. Bu alyuminlik davlat raqam belgisi chop etish boshqa tashkilotga tegishli, ro'yxatdan o'tkazish boshqa tashkilotga tegishli. Ya'ni buni tadbirkorlar tomonidan chop etiladi, ro'yxatdan esa yashaydigan okrugingizning BMW bo'limlaridan ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Amerikada to'g'risi qanchalik chiroyli, qanchalik qimmat sportivniy mashina bo'lmasin, hech kim nomer buyurtma qilmaydi. Arzon bo'lsa ham nimaga bilmadim, lekin hamma oddiy nomerda yuradi. Misol uchun men hali ko'rmadim. Kamdan kam o'zining ismini yozib olgan yoki qanaqadir nomerlar yozib olgan nomerlar bor, uchraydi, lekin kam. Demak, boya aytganimdek stikerni muddati o'tib ketadigan bo'lsa, jarimaga tortilishga sabab bo'lishi mumkin.